Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim hayotingizda hozirda nima kirib keladi? Shu haqida ko'ramiz. Barchangizga rahmat chiroyli komment va layklar uchun. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin ochirim. Bu umumiy ochirim azizlarim. Shaxsiy ochirim uchun Telegramga Feride Tarot karta yozsangiz men bilan bog'lanishingiz mumkin. Hayotingizda hozirda nimalar kirib keladi? Shular ko'raylikchi. Xo'sh, agarda siz o'tmishingizni ortga qoldirib olsangiz deyapti, hayotingizga sizga yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni bir inson kirib kelishi haqida bu yerda aytmoqda azizlarim. U haqiqatdan ham nima desam, chiroyli fikrlaydigan, yangi yo'nalish va yangi rivojlanishingizga olib boradigan inson bo'lishini bu yerda aytmoqda. Ammo hayotingizda o'tmishda qolib ketgan narsalar ham borligi, lekin sizda hamma narsa bir zumda o'zgarish bo'lishini bu kartamizda ko'ryapman. Sizlarda tez orada munosabatlaringiz yaxshilanishi ham ko'rinmoqda bu kartamizda. Hayotingizda yaqin kunlarda kimdandir xabar kelishini ham aytmoqda azizlarim. Taqdiringizda chet elga, ya'ni ketgan odamlar borligi ham kartamizda ko'rinyapti. Hayotingizga esa sevgi keladi inshaalloh va nasib bo'lsa. Sevgi keladi, ammo siz kutgan insondan emas, boshqa insonda demoqda. Pul keladi. Undan so'ng nima desam, pul kattaroq bir miqdorda bo'lmasa ham qo'lingizda pul kelib aylanish ko'rinmoqda bu kartamizda. Yaqin dugonangizmi yoki biron yaqin ayol kishidan yaxshi xabar olishingizni ham bu yerda aytyapti sizga azizlarim. Hayotingizda esa ayrim insonlarga deb aytyapman, chunki bu umumiy ochirimligi uchun tez kunda uchrashuv borligi kim bilandir nima desam ko'rinyapti. Hayotingizda nima desam yaqin kunlarda pul kelishini va biroz qiyinchiliklardan chiqib ketishingizni bu kartamizda aytyapti azizlarim. Bugungi ochirim shulardan edi. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.